Rusofob. Men rusofob emasman. Sizlar o'zbekofobsizlar. O'zbekofoblar meni shu ahvolga soldi. Men buyuk rus olimlari, shoirlari, ijodkorlari, samimiy rus xalqini hurmat qilaman, ehtirom ko'rsataman. Lekin Dugin falsafasiga asoslangan Putin siyosatini qo'llab-quvvatlamayman. Chunki Putin va uning rejimi tajovuzkor, bosqinchi, mustaqil davlatlarning kushandasi, istiqlol kushandalari meni shu ahvolga soldi. O'zbekistonning ichidagi istiqlol kushandalari, SR2 loyihasining tarafdorlari, xayolda sobiq SRni qayta tiklashni orzu qilib yurgan, mustaqillikning ilk yillarida SR tarkibidan ajralib chiqamizmi mustaqil davlat sifatida yoki SR tarkibida qolamizmi deya savol qo'yilganda, SR tarkibida qolamiz deya javob berganlar. Kim edi o'shalar? Ana o'shalar meni shu ahvolga soldi. Yoshlarni o'shalarni qo'liga tutqazdingizda. Saralab oldi. O'ziga sodiq, imijimida pora berib, rossiyaparastlar safiga o'tadigan yoshlarni saralab ishga olib, qolganlarni uloqtirdi. Bor Rossiyaga ishlab keldi. Russofob emish-a? Kim meni ishsiz qoldirdi? Buxoroning 12 darvozasini rus siyosatchilariga ochib berib, ularning oyog'ini tagiga qo'ylar suyadiganlar meni ishsiz qoldirdi. Rus siyosatchilarini, rus ayollarni o'pib kutib oldingiz-ku, ko'zim bilan ko'rdim, o'pib kutib oldingiz-ku, quchoq ochib. Ana o'shalar meni ishsiz qoldirdi.